Baho, to'xta, nima qilyapsan ukam? O'zing biladigan ishingni qilgan ukammi, bizga qo'yib. Aka, bir yigitga 40 hunar ham oz aka. Haqiqatan. Bu ham qo'limizdan keladi. Masofani toqish qayerdan fikr keldi uka senga? Murodjon do'stim taqqan ekan, so'radim, zo'r dedi, o'shanga kelib mana o'zim Kimga sanaqa kichkina mashina yo'q-ku ukajonim bu? ukamga, Farruxga. Yaqinda xudo xolasa li mashinalarga ham taqamiz aka. Ikkita BYD'si bor, ikkala BYD'siga ham 8 ta ballon taqqan, to'g'rimi? O'xti, ponni masofa bo'lib ketyapti. Hamma joy masofa. Shu joyga like bosib qo'yansizlar bo'lmaydi. Kassi shu tuflilarda ballonni o'zlari taqyaptilar. Bitta fikr keldi. Bahodir uka, mana shu 4 ta ballon mendan sizga podarka. Xohlagan mashinangizga taqing ukajonim. Aka, men hamma mashinamga masofa o'zi taqdim. Ballonga muhtoj bo'lgan obunachilaringizga bersangiz, o'shalar taqsa, biz xursand bo'lamiz. Aka, zo'r narsani aytdilar. Mana shu videoni kommentariyasiga bir raqamini qoldirasiz, videoga like bosib qo'ysanglar, 5 kundan keyin mana shu ballon kimgadir nasib qiladi. Yaqin do'stinglarga xabarni albatta yuborib qo'yinglar.